Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakurs ko'rsatuvi yana efirda. Mahallalarda xavfsiz va osoyishta muhitni ta'minlash ustuvor vazifa. Bu borada barchamiz mas'ulmiz. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov viloyatimizdagi qizil toifadagi mahallalarda bo'lib, mahalla yettiliklari bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida suhbatlashdi. Aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilik va turli huquqbuzarliklarga qarshi kurashishni kuchaytirish, xavfsizlikka tahdidlarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash borasidagi ishlarni samarali tashkil etish ustuvor vazifalardan biridir. Viloyat hududidagi qizil toifadagi mahallalarda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov tomonidan Bulung'ur, Jomboy va Toyloq tumanlaridagi kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarda o'rganishlar olib borildi. O'rganishlar davomida davlatimiz rahbarining 2025-yil respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi birinchi son qaroriga asosan tasdiqlangan yo'l xaritasining ijrosi yuzasidan mahalla yettiligining hisoboti tinglandi. Shuningdek, sodir etilgan jinoyatlarning sabab va sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilikning hamkorligini kuchaytirish, xonadonlar va boshqa ijtimoiy obyektlarni qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni jadallashtirish yuzasidan boshqarma boshlig'i mas'ullarga topshiriqlar berdi. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Boshqarma boshlig'i Narpaydagi Salovat va Islomobod, Nurobod tumanidagi Chortut mahallalarida bo'lib, mutasaddilar bilan muloqotda bo'ldi. Zero mahallalar tinchligini ta'minlash orqali oilalarning farovonligi ortadi. Farovon oila esa jamiyat ravnaqida muhim ahamiyatga ega. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov tomonidan Narpay va Nurobod tumanlaridagi kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarda o'rganishlar olib borildi. O'rganishlar davomida davlatimiz rahbarining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tasdiqlangan yo'l xaritasining ijrosi yuzasidan mahalla yettiligining hisoboti tinglandi. Rahbar tomonidan bugun mahallalarda jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, kriminogen holati og'ir hududlardagi vaziyatni yaxshilash, ayniqsa hududlar xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalangan holda bartaraf etishga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Bizani mahallamizda jinoyatchilik bo'yicha oldini olish borasida prezidentimizning PQB sonli bo'yicha qarori bo'yicha aniq ko'rsatmalar ko'rsatib berilgan. Shu bo'yicha biz profilaktika inspektori bilan va mahallamiz yettiligi bilan mahallamizda xavfsiz yo'laklar qilib, xavfsiz yo'laklarga kameralar qo'yib, yanvar fevral qariyb 3 oyda ichida bizning mahallada bitta ham jinoyat sodir etilmagan. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz va mana shu xodimlarimiz bilan aniq reja asosida ish ko'rib, xonadon yurib, profilaktika ishlarini olib borib, o'shalarni har bittasini mavzu qilib turib, madaniyatda nuroniylarimiz bilan uyma-uy kirib, bular bo'yicha kerakli maslahatlarni berib va kerakli toshlarni berib harakat turibmiz hozirda. Sodir etilgan jinoyatlarning sabab va sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham tanishib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilikning hamkorligini kuchaytirish, xonadonlar va boshqa ijtimoiy obyektlarni qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni jadallashtirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Davron Nazar Muhammedov Oqdaryo tumanidagi 24-umumta'lim maktabida bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi otalig'iga olingan mazkur maskanda bugun bunyodkorlik va obodonchilik ishlari qizg'in pallada. Ta'lim, tarbiya sifat va samaradorligini oshirish, mavjud muammolarni bartaraf etish, buning uchun yetarli sharoitlar yaratish har doim ham ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Oqdaryo tumanidagi 24-umumta'lim maktabi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi otalig'iga olingan. Ta'lim maskanida bir qator amaliy ishlar boshlab yuborildi. Ta'mirtalab holga kelib qolgan sport zal yaxshilanib, zaruriy jihozlar bilan ta'minlandi. Maktab hovlisida street out maydonchasi tashkil etildi. Kutubxona fondi badiiy kitoblar bilan boyitildi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazar Muhammedov
Ahmedov va viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov, tuman hokimligi mas'ul tashkilot rahbarlari mazkur umumta'lim maktabida bo'lib olib borilayotgan ta'mirlash, obodonchilik ishlari bilan tanishishdi. 400 nafar o'quvchi tahsil olayotgan Ziyo maskanida o'quv xonalari yetishmaydi. Bu masalani hal etish maqsadida yana qo'shimcha bino qurilishi qayd etildi. Mana shu eng birinchi katta muammomiz hal etildi. Mana shu yerga svetofor o'rnatildi. Bu o'quvchilarimiz xavfsizligiga eng yaxshi sharoit, imkoniyat yaratib berildi. Bundan tashqari sport sohasida ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana sport zalimiz mavjud, lekin ta'mirtalab edi. Mana hozir kapital ta'mirdan chiqib juda ham chiroyli holatga keltirildi. Undan tashqarilarda workout degan sport sharoitlari yaratilgan, bolajonlarga maydonchalar, yana viloyat GAI xodimlari, o'zimizning xodimlarimiz tomonidan yana GAI uchun maxsus yo'l harakati maydonchalari tashkil etildi. Mas'ullar maktabda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun zaruriy sharoitlarni yo'lga qo'yish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida ishlar haqida gapirib, tizimdagi islohotlarni e'tirof etishdi. O'rganishlar doirasida umumta'lim maktabi o'quvchilari uchun sport jihozlari va kitoblar jamlanmasi topshirildi. Kuchlilik, epchillik, tezkorlik va jismoniy faollik talab etiladigan sport mashg'ulotlari sog'lom turmush tarzini ta'minlashda ham ijobiy ahamiyatga ega. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan ko'p kurash musobaqasi ham ana shu maqsadlarga qaratildi. Samarqand viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sportning ko'p kurash turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Ichki ishlar organlarida xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash eng ustuvor vazifamiz shiori ostida joriy yilning 1-aprelidan 30-aprelga qadar o'tkazilgan ma'naviyat oyligi hamda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sportning ko'p kurash turi bo'yicha boshqarma boshlig'i kubogi uchun musobaqa o'tkazildi. Musobaqada ichki ishlar organlarining 18 ta jamoalari xizmatga oid 5 ta shart asosida o'zaro kuch sinashishdi. Musobaqada xodimlar tomonidan 2000 metrga yugurish, to'sinda tortilish, jangovar qurollarni to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish, Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'iga asosan ommaviy tartibbuzarliklar vaqtida qo'llaniladigan maxsus vositalar turlari asosida savol-javoblar hamda Kalashnikov avtomati va Makarov to'pponchasidan amaliy o'q otish mashg'ulotlari bajarildi. Keskin va murosasiz o'tgan bahslarda 3-o'rinni Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi, 2-o'rinni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi va faxrli 1-o'rin esa Qo'riqlash boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib jamoalar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Insonparvarlik namunasi. Bilib-bilmay jinoyat sodir etib, qilmishiga chin pushaymon bo'lgan shaxslar panjara ortida ozodlik buyuk ne'mat ekanligini, tinchlikning qadri beqiyos ekanligini yana bir karra anglashadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida afv etilgan shaxslar bilan uchrashuv o'tkazilib, ularning murojaatlari eshitildi hamda ularning ijtimoiy moslashuvi bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov hamda viloyat hokimligi rahbarlari ishtirokida afv etilganlar bilan uchrashuv o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-martdagi jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmoniga asosan joriy yilda Samarqand viloyati bo'yicha jazoni ijro etish muassasalaridan 60 nafar nazorat ostidagi shaxslar ozod etildi. Qilgan jinoyatlarimizni tushunib yetib, o'z jazo muddatimizni o'tab keldik va bizlarga prezidentimiz afv berib, bu jinoyat yo'llariga qaytib kirmasligimiz uchun yaxshi tushuntirish ishlari olib o'tirdi. Viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'i bilan suhbat o'tkazdik va bizlarda kelib chiqqan muammolarni yechishga, bartaraf etishga yordam berishini mutasaddilarga topshirdilar. Uchrashuvda mazkur shaxslarning ishga joylashishi, foydali mehnatga jalb etilishi, qolaversa ijtimoiy hayotga moslashishi bugunning dolzarb masalasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Paxtachi tumanidan afv etilgan fuqaroning murojaati ham tinglanib, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Mas'ul xodimlar tomonidan joyida o'rganilgan murojaat ijobiy yechim topdi. 2025-yil 30-aprel kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshlig'i Rahmat Mamatov qabulida bo'ldik. Biz o'z muammolarimizni batafsil bayon qildik va bizning muammolarimiz viloyat hamda tuman mas'ullari tomonidan ijobiy hal qilindi, ko'rib chiqildi. Bugun barcha afv etilganlar o'z oilasining bag'rida. Oila a'zolarining xursandchiligi, ularning yuzlaridagi quvonch ertangi kunga ishonch uyg'otadi. Uchrashuv so'ngida mas'ullarga tegishli topshiriqlar berilib, ularning ijrosi yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilandi.
Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga xabar bermoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.